33 marta nur va quyosh Qur'on-u Karimda keltirilgan. Uning uchqunlari esa Inoyatillo Andijoniy bilan 33 savol loyihasida. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, ko'rib turganingiz 33 savol loyihasi yangi mavsumimiz va bugungi ilk mehmonimiz Mahmud Usmon domla bo'ladilar. Al-Azhar universiteti Shariat va qonun fakulteti doktoranti, Madina Islom universiteti magistri, Islom moliyasi xalqaro auditori. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun juda ham kattadan katta minnatdorchiligimizni, rahmatlarimizni soqib qolamiz sizga va vaqti tejagan holda ilk savol bilan murojaat qilamiz. Inson o'zini yaxshi tarafga o'zgartirishni nimadan boshlab, nimada tamomlashi lozim? Inson o'zini yaxshi tarafga o'zgartirishni nimalardan boshlash kerakligini aytsa bo'ladi, nimalarimiz. Lekin nimada tugatish kerakligini aytish qiyin. Nimada boshlash kerak degan bo'lsangiz, boshlaydigan birinchi narsalardan biri yaxshi niyat. Imom Ahmad rahimahulloh vafot qilar ekan, o'g'illari kelib, otajon bir nasihat qiling dedi. Endi Imom Ahmad shunday katta buyuk imom va o'g'illari katta olim. Va shu buyuk imom o'zining olim o'g'liga vafotidan oldin qilayotgan nasihati, Imom Ahmad aytdilar, bolam, niyatingni yaxshi qil dedilar. Chunki niyat qaysidir ma'noda barcha narsalarning boshlang'ich nuqtasi. Niyat ortidan biror narsani qilishga bo'lgan azm, qaror paydo bo'ladi. Uni ortidan xatti-harakatlar yoki rejalashtirishlar paydo bo'lib, ortidan xatti-harakatlar, uni ortidan oqibatlar bo'ladi. Oqibatlar yangi holatlarga, yangi holatlar yangi niyatlar yoki yangi vaziyatlarga, u yangi harakatlarga olib boradi. Shuning uchun qaysidir ma'noda hozir o'tirib qalbingizda qilayotgan niyatingiz keyingi hayotingizni boshlang'ich nuqtasi bo'ladi. O'sha uchun agar shu niyatni odam yaxshi qiladigan bo'lsa, unda oyoq yaxshilikka boradi. Lekin agar odam niyati yomon bo'ladigan bo'lsa, biror yomonlik qalbidan o'tsa, o'shaga birinchi qadamni tashlasa, doim bilasizmi, yomonlikka qadam tashlayotgan odam hali ham ixtiyor qo'limda deb o'ylaydi. Aslida odatda qadam tashlayotgan paytingizda ixtiyorsizda bo'ladi. Qadam tashlagandan keyin ixtiyorsizda kamayib borishni boshlaydi. Va odamning qilgan yomon qadami oqibatlari undan ixtiyorni olib, unga endi u xohlamagan vaziyatlarni musallat qilishni boshlaydi, boshiga qo'yib qo'yishni boshlaydi. Shu uchun ham birinchi isloh qilish kerak bo'lgan narsalardan biri niyat. Yana bir isloh qilish kerak bo'lgan narsalardan biri, ya'ni o'zini boshlash uchun islohni boshlaydigan narsalardan biri bu namoz odam. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bandaning qiyomatda birinchi so'raladigan narsasi namoz dedi. Birinchi bo'lib so'raladigan namoz, agar shuning so'roq savolidan o'ta olsa, qolgan hammasi yaxshi bo'ladi dedilar. Agar shuning so'roq savolidan o'ta olmasa, qolgan hammasi shunga qarab yomon bo'ladi yani dedilar. Men ko'p o'ylayman bu narsani. Xo'p, masalan, namozida kamchilik bo'lsa-da, namozni imtihondan o'ta olmadi shu odam. Namozlarni bir o'qigan, bir o'qimagan boshqa. Boshqa yaxshi ishlar bo'lishi mumkin. Balki namozi yaxshi emasdir, sadaqalari ko'pdir, balki namozi yaxshi emasdir, boshqa yaxshi ishlari ko'pdir. Nimaga endi bundan o'ta olmasa, qolganlardan o'ta olmaydi? Nimaga bundan o'tsa, qolganlardan o'tadi? Axir bu yaxshi bo'lib, boshqa narsalar yomon bo'lishi mumkin-ku? Yo'q. Ya'ni hadis shu narsa o'rgatadiki, unaqa bo'lmaydi odatda. Odatda agar namoz yaxshi bo'lsa, hamma ishlar yaxshi bo'ladi. Odatda agar namoz yomon bo'lsa, hamma ishlar yomon bo'ladi. Nimaga desiz, buning sabablari ko'p. Bularni ko'p o'tirib tahlil qilsa bo'ladi. Sabablardan bittasi masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, namoz doim odamni tozalab turadi dedilar. Doim odamni poklab turadi, doimiy ravishda odamni xatolarni ketkazib turadi, doimiy ravishda odamni ichini poklab turadi. O'shuning uchun aytdilarki, bir odamning uyida aniqroq bo'lsa-da, shundan bir kunda 1-5 mahal cho'milsa, shu odamda qalbida kir bo'lishi mumkinmi dedilar. Bu yana bir narsa, namoz odamning oldin qilgan xatolari oqibatida uning hayotida bo'layotgan salbiyliklarni undan ketkazadi. Bir odam Rasulullohning oldida keldida, men dedi bir bog'ga kirdim dedi. Bir ayol turgan ekan, shu ayol bilan, begona ayol ya'ni. Shu ayol bilan nima qilish mumkin bo'lsa qildim, illo ayol bilan qiladigan ishni qilmadim. Jinsiy yaqinlik qilmadim demoqchi, lekin boshqa hamma yomon ishlarni qildim shu ayol bilan deb. Menga had qoyim qiling, ya'ni meni qatl qiling demoqchi, shuni qilish kerak deb o'ylayapti. Menga had qoyim qiling. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlarini o'girib oldilar. Yana gapir, yana yuzlarini o'girib oldilar. Keyin takbir aytdi. Turib namoz o'qishdi. Namozdan qaytganlaridan keyin haligi sahobiy yana qaytib kelib Rasulullohga o'sha shikoyatini aytgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, biz bilan namoz o'qimadingmi dedilar. Oyat o'qidim. Shunda Rasululloh aytdiki, bo'ldi, Alloh taolo seni kechirdi dedilar. Bo'ldi, kechirdi. Ya'ni o'sha qilgan hamma gunohing hozir namozing bilan kechirdi dedi. Yaxshiliklar yo'q qilib yuboradi, ketkizib yuboradi yomonliklar.
va odam qilishi mumkin bo'lgan eng katta yaxshilik namoz. U oldin qilingan gunohlarning oqibati o'laroq hayotingizda bo'layotgan muammolarni sizdan ketkazadi. Chunki gunohlar o'zini taklifi bilan ketkazadi. Yana bir buni yaxshi tomonlardan bittasi bu aynan psixologiya bilan bog'liq. Mana biz hozir islomiy psixologiya darslarini o'tyapmiz Qozon universitetida. Psixologiya bilan bog'liq tomoni har qanday muvaffaqiyatning siri bu odamda davomiylikning bo'lishi, bir narsani doimiy qila olish. Masalan, sport zaliga borib, deylik bir baquvvat odam bo'lmoqchisiz. Bitta sport zalida ustozga borib, yaxshi mutaxassisga borib so'rasangiz, birinchi aytadigan nima bo'ladi? Doimiy kelishingiz kerak deydi. Haftada 3 kun, 2 kun farqi yo'q, lekin doimiy kelishingiz kerak deydi. Bir xil bir tashabbus qo'yishingiz bo'lmaydi deydi. Ingliz tilini o'rganmoqchisiz, arab tilini o'rganmoqchisiz, xitoy tilini o'rganmoqchisiz, mutaxassisga borasiz. Nima deydi? Doimiy kam-kamdan o'rgan olasiz deydi. Biror narsada doimiy bo'lishdan boshqa muvaffaqiyatga erishishning yo'li yo'q. Har qanaqa sohada til o'rganish bo'lsin, u Qur'onni yodlash bo'lsin, u she'rlar yodlash bo'lsin. Agar bir odam masalan bitta til o'rganmoqchi bo'lgan odam bir kunda 10 tadan so'z yodlasa, uni oshirmasa, yoki 5 ta qana so'z yodlasa, uni oshirmasa, 10 kunda 50 ta bo'ladi, bir oyda 150 ta bo'ladi, bir yilda 1300 ta taxminan bo'ladi. Va ya'ni 10 yil agar shu ishda davom etadigan bo'lsa, u 18 ming qancha bo'ladi, u yo'lga qo'shiladigan bilan hisoblasangiz, bilan u odam tilda qanaqa zo'r o'rgana oladi. Vaholanki bir odam gapirayotgan paytda chunki to'linta so'z bilan gapiradi. Agar davom etsa, ya'ni bitta odam yangi tilga kirgan odam. Bu degani 7-8 yilda o'sha til bo'yicha qanaqadir o'sha til navoiysi bo'lib ketishi mumkin deganida. Bu davomi shunaqa. O'sha uchun namoz bu narsa odam o'rgatadi. Chunki demak yaxshi niyat, namozni odat qilish. Yana bir shunaqa narsalardan bittasi nimadan boshlash kerak? Halol luqma, haromlardan tiyilish. Yana bir shunaqa hayotni o'zgartirish uchun kerak bo'lgan narsalardan biri bu qayoqqa bormoqchi ekanligini bilish. Ya'ni 5 yildan keyin nima qilmoqchiman, 10 yildan keyin nima qilmoqchiman, 15 yildan keyin nima qilmoqchiman. Agar bir odam har qanaqa mana bizni eshitib turgan odam 3 yildan keyin, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin nima qilishini bilmasa, men qattiq tavsiya qilaman, o'tiring. O'tirib shuni bilib oling. Oldin bir hafta mayli sarflang, bir oy sarflang, boshqa ishlarni sal sekinlashtirib turingda, birinchi diqqatni shunga qarating, nima qilmoqchisiz 5 yildan keyin. Chunki qayoqqa ketayotganini bilmagan odam hech qayoqqa yetib bora olmaydi. Lekin shu to'xtab, o'tirib, reja qilib, ustozlari bilan maslahatlashib, ota-onasi bilan maslahatlashib, tajribali odamlar bilan maslahatlashib, o'ylab, istixora qilib, fikrlab, qaror qilish kerak, qayoqqa bormoqchiman. O'shanda odam birinchidan depressiyaga tushkunlikka tushmaydi, ikkinchidan befoyda vaqtini sarflamaydi va o'zini o'zgartirishning to'g'ri qadamini tashlagan bo'ladi, chunki u biladi qayoqqa ketayotgan joy tabiiyki yaxshi joy bo'ladi. Va oxirgi aytadiganim bu savolingizga javoban, bu inson o'zining qanday buyuk ekanligini anglashi. Agar mana shuni anglasa, ana shu o'zini o'zgartirishga bo'lgan eng buyuk qadamlardan biri bo'ladi. Bu buyuklikni anglash uchun ikkita misol keltirsam bo'ladi. Birinchisi shundaki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kun farishtalari bilan tun farishtalari almashib turadi dedilar. Ya'ni bir oldingizga farishtalar keladi kunduzi, bomdod namoz paytida. Va oldin kelgan farishtalar, tunda kelgan farishtalar sizdan ko'tariladi. Ki u farishtalar kun davomida siz amallaringizni yozib turadi. Keyin tun bo'lganda aytildiki, bu farishtalar kelib, tun farishtalari keladi dedilar. Boshqa farishtalar ya'ni. Keyin aytildiki, mana shu ko'tarilgan farishtalar qiyomatga qadar boshqa ish qilmaydi. Faqat insondan yozib tepaga olib insonning yarim kuniga guvohlik qilish uchun yaratilgan farishtalar. Insonning yarim kuniga guvohlik qilish uchun. Bu bitta farishtaning qudratini tasavvur qilsangiz, tasavvur qilasizki, insonning yarim kuni uchun bir guruh farishtalar yaratilishi inson qadrining Alloh taolo nazdida qanchalik buyukligini o'rgatadi. Buni anglagan inson oynaga qarab aytadi, men buyukman deydi. Men kichik yaratilmaganman deydi. Ikkinchi shunga odam o'rgatadigan, buni ta'mir qilsa o'zi bu ancha ta'mir qiladigan narsa. Lekin ikkinchi shunga o'rgatadigan narsa, buni ham tadabbur qilib ko'rsangiz, tezlik bilan harakatlanayotgan va aylanib turgan yer ustida mana shu holda o'tira olishingiz uchun sizdan millionlab baravar katta bo'lgan quyosh sizga kerak. Quyoshdan millionlab baravar katta bo'lgan galaktika sizga kerak. Galaktikada quyoshga o'xshagan yulduzlarning soni cho'ldagi xumlar sonidan ko'proq deydi mutaxassislar. Shu galaktikalarning soni cho'ldagi xumlar sonidan ko'proq deydi. Boshqa galaktikalarning ham soni. Shu galaktikalar kerak siz shu yerda o'tira olishingiz uchun. Alloh taolo shuning hammasini sahhora dedi Alloh taolo. Ya'ni sizga xizmat qildirib qo'ydim dedi. Alloh taolo sizni bir kichkinaroq joyda bir o'zingiz hajmingizda qilib narsalar bilan yaratsa bo'lardi-yu. Shu yer o'zini yaratib qo'ysa bo'lardi Alloh taolo agar xohlasa. Shu yer o'ziga kifoya qiladi. Lekin nimaga sizni iqomat qilib tura olishingiz uchun shunday buyuk bu borliqni yaratdi? Toki sizda mas'uliyat bo'lishi uchun. Toki anglashingiz uchun Alloh taolo sizga qanday buyuk maqom berdi, qanday buyuk narsalarni sizga xizmat qilib qo'ydi. Va kattaligi qanchalik buyuk bo'lsa, kichkinaligi shunaqa buyuk. Men bir mutaxassisning gapini eshitdimda, shu bo'yicha aytayaptiki, g'arblik bir mutaxassis. Biz deydi hajm jihatdan dunyodagi eng katta narsaga yaqinroqmizmi? Dunyodagi eng kichkina narsaga yaqinroqmizmi deydi.
Dunyodagi eng katta narsa galaktika deb oladigan bo'lsak, galaktikaning atrofidagi o'sha constellation boshqa butun o'sha osmonni kengligini oladigan bo'lsangiz, u trillion barobar bizdan kattaroq, ha? Dunyodagi eng kichkina narsa o'shandan ko'ra bizdan uzoqroq deb. Kichkinalik darajasida ketsangiz. Ya'ni tepaga qarang qanaqa buyuklik, pastga qarang qanaqa buyuklik. O'sha narsa uchun hadisda keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, menga oyat nozil bo'ldi. Shuni o'qimagan va tadabbur qilmagan odamlarga vahiy bo'lsin dedilar. Kama qala Rasululloh. Osmonning va yerning yaratilishida. Osmon mana shu cheksiz osmon. Va cheksizlikka qarab ketayotgan. Ya'ni kengayib ketaveradi. O'shanga aytadiki, yorug'lik tezlikda borsang oxiriga yeta olmaysan deydi. Va yerning yaratilishida, haligi eng kichkinasiga borib yeta olmaydigan yerning yaratilishida. Tunning va kunning almashishi, tunning kunning almashishi nima bilan bo'ladi? Shu narsalar harakati bilan bo'ladi. Ya'ni bularning yaratilishi o'zi dahshatli mo'jiza. Bularning harakati bir-biriga urilib ketmasdan. Bu shunaqa me'yor, bu dahshatli mo'jiza. Milliardlab, trillionlab jismlarni tafakkur qiladi. Tafakkur qilgandan keyin natija nima bo'ladi? Robbim deydi, pul bekorga yaratmagansan deydi. Yani bunaqa mukammallik bekorga yaratilishi mumkin emas. Buni bir o'yin qilib yaratmaydi. Bu maqsad bilan yaratiladi. Xo'p, agar bekorga yaratmagansan, bekorga chiqsan, poksan degan ekan, xulosa nimaga olib boradi sizni? Biz jahannamdan saqlaydi. Nimaga jahannamda? Chunki u tushunadiki, mana bu narsaga mas'uliyat yuklaydi hozir. Shuncha narsa qildim sen uchun. Va senga seni oz vaqting uchun shuncha narsani yaratdim. Endi nima qilding? Deydi Alloh taolo. Ya'ni bu mas'uliyatini bajara olmaslik oqibatda bo'ladigan uqubatdan biz asradi. Mana shu narsani tushungan odam, shu narsani idrok qilgan odam o'zining buyuk ekanligini tushunadi. Shu buyuklikni tushungan odam endi mayda-chuyda narsalar bilan, mayda-chuyda tashvishlar bilan, falonchi mana gapiribdi, falon narsa unaqa bo'ldi, biznesim bunaqa bo'ldi, salomatligim bunaqa. Birorta narsa bilan chalg'maydi. Islom banklari qanday ishlaydi? Oddiy banklardan farqlari, qulayliklari va agar bo'lsa zarar taraflari. Umuman qarayman, bankning ikkita asosiy xizmati bor. Mana bankni, islom bo'lmagan bank, islomiy bo'lmagan bank. Oddiy banklar. Sekulyar bank deylik. Uning ikkita asosiy yo'nalishi bor. Birinchi yo'nalishi, bir odam pulini qo'yib, pulini yechib olib, birovga pul jo'natib, to'lov qilib, shunaqa tranzaksiyalarni bajarishda vositachi vazifasini bajaradi. Kartangizga to'lov qilasiz, bank sizga shu to'lovni to'lab oladi, keyin sizdan oladi, agar qarzga to'lagan bo'lsa oylingizdan oladi. Ya'ni vositachilik vazifasini bajaradi. Vositachilikda qarz berish ham bor, uning ichida kafolatga olish ham bor. Shunaqa. Birinchi vazifa. Ikkinchi bankning vazifasi odamlarning pullarini saqlab turadi. Saqlash uchun qo'ygan emas, hatto ishlatmoqchi bo'lib qo'ygan pulingizni ham. Ishlatgunizcha bo'lgan vaqtda ham bank bundan foydalanadi, qo'ldan kelgancha. Odamlarning pulini saqlab, o'sha pulni pul kerak bo'lgan odamlarga yo'naltiradi. Bunga foiz beradi, bundan foiz oladi. Bankning asosiy ishi shu. Ya'ni juda soddalashtirganda mana shu. Ya'ni pul olish va pul berish va tranzaksiyalarni amalga oshirish. Islomiy bank degani tabiiyki islomiy bankchilik dunyo moliya tizimi paydo bo'lgandan keyin paydo bo'ldi. Natijada bor moliya tizimiga borib qo'shilishga harakat qildi. Shuning uchun shuni takrorlashga harakat qiladi, faqat islomiylashtirgan asosda. Bunda zarar yo'q, sababi islom dini yangi bir moliya tizimini olib kelmadi. Islom dini o'sha paytda johiliyatda arablarda, boshqalarda bo'lgan tizimni qoldirib, faqat uni isloh qilib qo'ydi. Bu qolsin faqat bunaqa qilinglar. Bu qolsin faqat bunaqa qilinglar. Shuning uchun masalan salam haqida savdodagi hadisda aytiladi. Salam bilan shug'ullanardik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar. Ya'ni kimda kim salam savdosi qilayotgan bo'lsa, miqdori aniq bo'lsin, qaysi kunda bo'lishi aniq bo'lsin, qanaqa sifatda bo'lishi aniq bo'lsa, fi jinsin ma'lum, qanaqa jinsda bo'lishi aniq bo'lsin. Deb shuni ya'ni bor narsani qoldirsin, faqat mana bu shartlar bo'lsin deb aytib qo'ydilar. O'sha ma'noda bor tizimni qoldirib, unga muayyan qaydlar va shartlar qo'shish bilan islomiy moliyani yaratish. Bu tabiiy holat, bu bo'ladi. Xo'p, unda qanaqa bo'ladi islomiy moliyada desangiz, odamlar pul qo'yar ekan, undan foiz kutmaydi. Yo pulini kafolatlangan depozit hisoblariga qo'yadi va undan foiz olmasdan ishlatadi. Va bank unda faqat vakillik vazifasini bajarib beradi va vakillik uchun qanaqadir to'lovlar olishi mumkin. To'lov iloji boricha pulning miqdoridan emas, tranzaksiyalar sonidan standart to'lov bo'lishi kerak. Har tranzaksiya uchun masalan $0.1 $0.5 deganga o'xshagan, kamroq iloji boricha. Lekin masalan 100 ming bo'lsa buncha, 1 million bo'lsa buncha emas. Bitta narx belgilanadi. Ha. Ikkinchisi, endi agar pulingizni sarmoya o'laroq qo'ysangiz, investitsiya o'laroq, unda sizga foyda beradi, lekin unda zarar foydaga sherik bo'lasiz. Tabiiyki bank zarari yo'qroq, zarari kamroq, xatar kamroq bizneslarga qo'yishga harakat qiladi. Bu pul olish qismi. Pul berish qismiga keladigan bo'lsa, Islomiy bank endi o'sha pulni sarmoya qiladi, kreditga bermaydi. Kafolatlangan qarzga bermaydi, sarmoya qiladi. Sarmoya qilarkan ikkita asosiy yo'nalishdan ko'pincha foydalanadi. Amaliyotda birinchisi ko'proq murobaha butun dunyoda. Buni fuqarolar yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun bor islomiy banklardan ko'p ham rozi bo'lmaydi faqihlar.
Ikkinchi yo'nalishi musharaka. Musharaka degani birorta kompaniyada ulush sotib oladi, xatari kamroq bo'lgan, stabilroq bo'lgan kompaniyadan va keyin o'sha ulushdan dividendlar, foydalar, kompaniyani kattalash hisobiga olingan foydalardan olib turib, o'zini mana bu pul qo'ygan odamlarga o'shandan foyda chiqarib beradi. Umumiy holda shu. Endi tabiiyki buni ancha chuqurroq Detallari ko'p-da. bu katta suhbat bo'lib ketadi bo'lmasa. Tushunarli. Bir formula bersangiz. Bu formula ota-ona va bola, ustoz, o'qituvchi uchun manfaatli bo'lsa, bir qoida bo'lish kerak-da baribir. Chunki biz bilamizki, farzand ta'lim olgani boradi maktabga. Tarbiyani uyda olingan bo'ladi. 7 yoshli bola sal bo'lsa-da shakllangan holatda boradi. O'qituvchi hamda o'quvchilar orasidagi tushunmovchiliklar juda ko'p. Alloh taolo odamlarga nasihat qilar ekan, ularni ikkita toifaga go'yoki bo'ldi. Har qanaqa munosabatda odatda mana shu ikkita toifa bo'ladi. Munosabatlar kamdan kam holda tenglikka quriladi. Odatda doim bir tomon subordinatsiya tomoni bo'ladi, ya'ni bir tomon kuchli tomoni bo'ladi. Ikkinchi tomon kuchsizroq tomon bo'ladi. Ajibki, hatto bu do'stlar orasida ham, tengdoshlar orasida ham bir tomon baribir kuchliroq bo'lib qolaveradi. Lekin siz aytayotgan munosabatlarda, ota-ona bilan farzand munosabatida, o'qituvchilar va shogirdlar munosabatida, rahbarlar va xodimlar munosabati u yana ham ko'rinadi. Ki bir tomon katta, bir tomon kichkina, bir tomon rahbar tomon, bir tomon bo'ysunuvchi tomon. Mana shunday vaziyatlarda Alloh taolo ikkita oyatda ikkala tomonga nasihat qildi. Alloh taolo sizlarga buyuradi, omonatni o'z egalariga yetkazishinglarga va odamlar orasida hukm qiladigan bo'lsanglar, adolat bilan hukm qilishinglarga dedi. Keyingi oyatda nima dedi? Allohga, rasuliga va rahbarlarga itoat qiling dedi. Ulamolar shuning tafsirida aytadiki, Alloh taolo rahbarlarga, rahbar bo'lib turgan, oilada rahbar bo'lishi mumkin, o'qituvchi sinfxonada rahbar, masalan, rahbarlarga kuch tomoniga nasihat qildi, omonatni yetkiz. Omonatni yetkiz, ya'ni vazifangni bajar, shularga nisbatan. Ota bo'lsang tarbiyala, ota bo'lsang unga axloqlarni, yaxshi odatlarni o'rgat, ota bo'lsang unga moliyaviy boshqa nafaqalarini, boshqalarni ado qil, ota bo'lsang uni himoya qil, ya'ni omonatni ado qil va adolat qil. Va keyin farzand bo'lsang itoat qildi. Allohga itoat qil, rasuliga itoat qil, rahbarlarga itoat qil. O'sha bu mana er bilan ayol o'rtasida, mana erkak kishi va ayol kishi, hozir bizda gender tengligi boshqa degan narsa ko'p aytiladi. Inson o'laroq hamma teng. Uning joni teng. Shuning uchun ayol erkakni yoki erkak ayolni qatl qiladigan bo'lsa, narigi tomonga xuddi shu jazo berilsin deydi masalan shariatda. Lekin bir tomon ikkinchi tomonga nisbatan rahbar oilada. Mana shu rahbarlik tomon adolat qilsin va omonatni yetkazsin va bir-biriga go'yoki bu narsa bog'landiki, buning itoat qilishi, buning omonatni ado qilishiga, buning omonatni ado qilishi tabiiy ravishda buning itoat qilishiga olib boradigan, bir-birini mutalazim bo'lgan, bir-birini lozim qiladigan ikkita narsa sifatida zikr qilindi. Shuning uchun ham ustoz yaxshi tayyorlanib kelib, bolani yaxshi o'qitadigan bo'lib, yaxshi muomala qilib, unga to'g'ri shaklda muomala qilishga harakat qilish kerak. Mana bu talaba itoat qilishni o'rganish kerak. Bizda afsuski muammo yo u tomondan chiqadi, yo bu tomondan chiqadi. Bu yuqori tomondan chiqadigan muammo, ustozdagi ota-onalarda, masalan, boshqa rahbar kishilarda bo'ladigan muammo ba'zida o'zining xodimlariga ortiqcha zug'um, ortiqcha bosim, ortiqcha qo'pollik qiladi. Oqibati u tomondan beziladi. Oqibati o'rtada o'sha aloqa boshqalar yo'qoladi. Va shogird tomonidan chiqadigan muammolardan bittasi, shogird o'sha ustozni o'ziga masalan teng ko'rmoqchi bo'ladi yoki unga qanaqadir itoatsizlik qilmoqchi bo'ladi. Vaholanki o'sha muayyan bosqichlardagi muayyan itoatni va hurmatni ko'rsata olish kishining nafsini tarbiyalaydi va kishini odobga, kamtarlikka, tavoziga o'rgatadi. Mana shu haqiqatni anglab yetsa, ikkala tomon uchun ham bu yaxshilik bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo yumshoqlikka, qattiqlikka bermagan narsasini berdi dedi. Ya'ni yumshoqlik bilan qilingan narsada bo'ladigan natijalar qattiqlik bilan qilingan narsalarda bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zi yumshoqlik bilan ko'p narsa hal bo'ladi. U bunga chiroyli misollardan biri, tabiiyki bu bir tomonga nasihat bo'lib qolmaslik kerak. Men faqat o'qituvchi tomonga nasihat qilyapman, chunki oyatda ko'rganingizdek Alloh taolo oldin kuchli tomonga nasihat qildi. O'qituvchi ham ota-ona ham o'rganish kerak bo'lgan narsalar ajoyib hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan safar qilib ketayotdi. Karvonlar bir joyda to'xtadi. Hamma o'zining chodirlarini qilib, o'zining joylarida bo'ldi. Bir sahobiy aytadi, "Men ham dedi chodirimga kirdim" dedi. Keyin chodirimda kiyinib boshqa qilib chiqsam dedi, ayollar o'tirgan ekan dedi. Bir to'da ayollar. Keyin kirib sekin yaxshi kiyimlarimni kiyib borib, men yaqinroq o'tirib oldim dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib qoldilar dedi. O'tib qoladi, "Ey fulonchi, nima qilyapsan bu yerda?" deb so'radilar dedi.
Man nima deyishni bilmay qoldim, o'zim yo'qotib qo'ydim deydi. O'shanga tuyam qochib ketuvdi, o'shanga ip qidiryapman deb so'radi. Arqon qidiryapman deb so'radim. Qidiryapman, qidirib yuribman deb aytdim deydi. Keyin Rasululloh "Ha" dedilar deydi. Keyin yur deb olib ketdilar. Bordilardan chodirlarga kirdilar, tahorat qildilar. O'z tahorat bobi keladi hadis ko'pincha. Tahoratni qanaqa qilganlar? Tahorat qildilar, boshqa qildilar, keyin chiqib keldilar-da, "Ya fulan, ey falonchi" dedilar, "Sog'mi, eslaringizdan chiqib qoldi. Qochgan tuying nima bo'ldi?" dedilar. "Tuya topilmadimi?" dedilar go'yoki. Shu bilan keyin karvon endi joyidan qo'zg'ab Madinaga ketar ekan, har zamonda qaytib kelib, falonchi tuya topilmadimi durdilar. Haligi aytadi, xijolat bo'ldim. Ular aylanib keladi, tuyang topilmadimi dedilar. O'z tuya yo'qolgani yo'q. Va bu bezor bo'ldim deydi. Bezor bo'ldim qanaqa? Rasulullohdan bezor bo'ldim ma'nosi emas, vaziyat uyalishdan charchadim, nima bo'ldim, xijolat bo'lib, keyin Rasulullohdan sal qochadigan bo'ldim Madinada deydi. Uyalib qochib yuradigan bo'ldim deydi. Har ko'rib qolsalar tuying nima bo'ldi dedilar. Keyin Masjid Nabaviyni sog'indim masjidi deydi. Bir kun sekin masjidga kirib kelib, odam yo'q payti namoz o'qidim deydi. Namoz o'qib turuvdim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday uylardan chiqib masjid uylariga tutashgan bo'lgan. Salom bergan borganida salom berib o'tib ketasiz-ku. Tutashgan bo'lgan. O'sha yerdan shunday chiqib keldilar. Orqaga borib o'tirdilar. Keyin qaytib ketarlar deb turib, men namoz cho'zdim deydi. Hozir yana uyatga qolmaydi. Cho'zildim, faqaranim boshlaverganda, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ey falonchi, qancha cho'zsang ham cho'zdir, baribir o'tiraman" deb aytadi. Keyin tez tugatib namoz oldilariga bordim deydi. Bordim, "Ey falonchi, tuying nima bo'ldi?" deb so'radilar deydi. Keyin Rasululloh "Bu tuya islomga kirgandan beri qochmagan" deb aytibdi. Aytdim deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ey Alloh, buni kechirgin" deb duo qildilar deydi. Ya'ni qarang, tarbiyachining subhanalloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyuk muallimning uslubiniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kelib tavba qilishini xohlayapti. Va o'shanaqa bo'lmaganda deb tavba qilsa, uni duo qilib gunohlari kechirilishini xohlayapti. Chunki Rasululloh duolari qabul bo'ladi. Lekin shu narsani shunaqa hikmat bilan qilyaptilarki, ham bu tavbaga ham duo oldi qilgan ishi uchun. Tasavvur qiling, boshqa muallim "Ey, sen nima qilding? Nimaga yolg'on gapirding? Oldin borib xotin oldi, o'tirib olding, shahvatingni qilib, keyin yolg'on gapirding, Allohning payg'ambariga." Yo'q, unaqa narsa yo'q. Shuning uchun mana bu tarbiya, mana shu nabaviy tarbiya. Mana shu hikmatli tarbiya. Mana shu hikmatli tarbiya bilan mana shunday buyuk bir jamiyat shakllandi. Keyin bu jamiyat keyin butun olamga tarqagan qanday buyuk davlatchilikni quradi. Va butun dunyoga shunday misli ko'rilmas madaniyatni va iymonni va islomni tarqatadi. Buni ham ustozlar, ham o'quvchilar, ham ota-onalar olib foydalanadi. Navbatdagi savolimiz. Har narsaning hisob-kitobi bor. Internetda esa har xil video kontentlarni ko'ramiz. Ular ayrimlari ibrat, ayrimlari esa bema'nilikka yo'g'rilgan bo'ladi. Bularning ham izohi, like va ko'rimlari, hisob-kitobi bormi? Shoir aytadi, hech bir kotib yo'qki, o'lib ketadi. Bir kotib bir narsa yozadi, nima yozishdan qat'iy nazar o'lib ketadi. Lekin uning qo'li yozgan narsa abadiy qoladi. O'chirilmaydi. Shuning uchun qo'ling bilan seni qiyomatda xursand qiladigandan boshqa narsa yozmagan deydi. Bu kotibning misoli boshqa hamma narsa. Hech bir so'z yo'qki, og'zingizdan chiqadi, abadiy yoziladi, u o'chmaydi. Siz o'lib ketasiz, o'chmaydi. Illo tavba qilsa. Tavba qilsa Alloh shirkni ham kechiradi. Odamki hayotligida tavba qilsa. Lekin agar tavba qilmasa, o'sha narsa qolib ketadi. Bu o'tib ketadi, o'qigan ish qolib ketadi. Endi qilinadigan ishlar bilingki, ikki xil bo'ladi. Yo egasiga borib qaytadi, yo jamiyatga borib qaytadi. Agar jamiyatga boradigan narsa bo'ladigan bo'lsa, u egasiga butun jamiyatning mas'uliyati bilan qaytadi. Shu uchun ham agar bir odam bir yomon ish qilib, keyin tavba qilib, boshqa qilib, tavba qilmasdan deylik, mayli, vafot qiladigan bo'lsa, tavba qilsa bu alohida bitta masalaga kirib qolamiz. Vafot qiladigan bo'lsa, ana o'sha qilgan narsasi har safar odamlar uni ko'rib, har safar odamlar uni oqibatda vaqtini ketkazib, yoki bir shahvat, boshqa bir bema'niliklarga uchrab, sinovlarga uchrab, imtihonlarga uchrab, har safar shuni barolanganda har safar bu gunoh yozilaveradi. O'lgan bo'lsa ham. Albatta, lekin kimdir bir yomon yo'lni paydo qilgan bo'lsa, o'sha yo'lni gunohi unga, o'sha yo'lda yurgan har bitta odamning gunohi ham unga dedi. U yo'lda yurgani o'ziga ham, lekin bunga ham. O'sha uchun yomonlikni yaratgan odam. Endi masalan bir odam bir yomonlikni paydo qilib turib, keyin shuni tavba qilgan bo'lsa, o'sha narsani yo'q qilish, o'sha narsani o'chirish uchun hamma sababini qilish kerak. Tavba qildim, men kelinglar shuni yo'qotaylik. Lekin qolib ketgan bo'lsa, endi Alloh taolo Karim Rahim umid qilamizki, Alloh taolo o'sha uning oqibatlarini kechiradi. Chunki tavba qilganda hamma gunoh kechiriladi. Lekin agar shu bilan vafot etib ketgan bo'lsa,
unda uni oqibati juda ayanchli. U oqibati juda ham ayanchli. Sababi insonning umri masalan 60 yil, 70 yil, 80 yilda shuni masalan qanchadir qismi bolalik bilan o'tadi. Hali balog'atga yetmagan gunoh yozilmaydi. Bu balog'atga yetgandan keyin vafot etguncha bo'lgan qismini bir 3dan biri, 4dan biridan ko'prog'i, bir 5dan bilmadim 2si qanchasi uyqu bilan o'tadi. Uyqu payti qalamdan ko'tarilgan gunoh yozilmaydi. Undan qolgan qismida bir unutishlar, boshqalar xatolar sababli ancha-muncha gunohlar to'kiladi. Shunday o'zimizga qarasangiz, gunohlar yoziladigan qism ancha kamayishni boshlaydi. Uni ichida u savobli ishlar qiladi, ota-onasining duosini oladi, namozini o'qiydi, boshqa qiladi, u gunohlar o'chirilishgan ancha fursatlar bo'ladi. Illo siz aytgan odam, bu odamning umri asrlar davom etadi. Bilasizmi, men ko'p shu narsaga e'tibor beraman. Biror joyda o'tiraman, menga birorta hadis kelib qoladi. Qur'on o'qiyman, bir oyatdan ta'sirlanaman yoki bir hikmatni o'ylayman. Kim bitta olamanda shunda Instagramda video qilaman. Menga Instagramchi bola aytadiki, videoyingiz ustoz 1 minutdan oshmasin iltimos deyshadi. Men bo'pti deyman, shu 1 minutlik video qilib bolaga jo'natib olsam, shuni qo'yib qo'yadi. Keyin men qiziqib o'sha Instagramda kuzatsam, o'sha videoda aytadiki, masalan, bu video deydi, masalan, 17 soat ko'rildi. Bu video 21 kun va necha minut ko'rildi. Bu degani siz 1 minutingizni 21 kunga aylantirdingiz degan. Shuncha ko'rilgani uchun siz savob olyapsiz, chunki siz yaxshilik tarqatyapsiz. Endi siz aytayotgan narsaning teskarisi. Bu har safar 10 million marta ko'rildi, 10 ming marta ko'rildi. Uni gunohi bor. Har bitta ko'rgan odamning qalbiga kirgani, boshqa qilgani, uning oqibati, uning oqibatda paydo bo'lgan oqibatlar, ularning hammasi uchun javobgarlik bor. O'sha uchun kishi bilish kerak. Bu dunyo sinov dunyosi, imtihon dunyosi. Bu dunyoda qilingan har bir qadamlarning natijasi u dunyoda ko'riladi. U dunyoda ko'riladigan natijalar hisob-kitob og'ir. Shuning uchun biz boshda aytdik. Mas'uliyat katta. Modomiki shunaqa ekan, odam iloji boricha yaxshilik xotirishga harakat qilish kerak. Yaxshilik xotirgan odam albatta yaxshilik topadi, vallohi. Rahmat. Hozirgi zamon yoshlari nima o'qishlari kerak? Agar kitob ma'nosida bo'lsa, men aytaman, eng muhimi kitob o'qish kerak. Ya'ni qanaqa kitob? Eng muhimi o'qish kerak. Qanaqa kitobligidan tashqari birinchi o'rinda o'qish kerak. Biz asrimizdagi eng katta muammolardan bittasi ijtimoiy tarmoq, video kontentlarning ko'pligi, ovoz narsalarning ko'pligi, shu kabi narsalar odamlarni kitob o'qishdan to'xtatib qo'ydi. Va odamlarda o'sha diqqat qila olish doirasi, attention span deydi, diqqat bir narsaga diqqat qarata olish uzunligi go'yoki qisqarib ketib qoldi juda ham. Bu odamlarni miyani ishlashdagi ko'p imkoniyatlar va qobiliyatlarni odamda pasaytiradi. Bir narsaga diqqat qilib o'tira olish, bir narsani tahlil qila olish, tafakkur qila olish, natijalarga erishish degan ko'p narsalar. Hozir sun'iy intellekt kelishi bilan bu yana ham odamni zaiflashtiradi. Chunki 4ta, 5ta, 6ta, 8ta, 10ta narsani o'qib turib, undan bitta xulosa qila olish odam uchun eng buyuk funksiyalardan bittasi. Shuni hozir avval sun'iy intellektga topshirgan odam doimiy ravishda sun'iy intellektdan shuni olish hisobiga mana shu narsa rivojlanmay qoladi odamda. Shu ma'noda o'qish kerak. Kattaroq matnlarni o'tirib o'qishga o'zida imkoniyat paydo qilish kerak, odat paydo qilish kerak. Endi nimani o'qishga keladigan bo'lsak, iloji boricha badiiy kitoblarni boshqalarni masalan hayotning bir qismida o'qigan va doimiy o'qib yurishni odat qilgan yaxshi. She'riyatni o'qigan yaxshi. Nimaga? Chunki she'riyat odamlarda chuqurroq ma'nolarni idrok qila olish va undan ta'sirlana olish imkoniyatini beradi. O'sha uchun qadimdan ulamolar, qadimdan ummatning eng buyuk olimlari, sahobalar, tobiiylar, ularga ergashganlar hammalari yo she'r yozgan, yo she'r o'qigan, hammalari she'riyat bilan bo'lgan. Bu juda ham muhim narsalardan biri. Shu bilan birgalikda birinchi doim o'qiydigan odam Qur'on o'qish kerak. Har bir odamning kundalik Qur'ondan o'zini bir vazifasi, virdi bo'lishi kerak. Imom Shofiy aytadi, har safar birorta muammo kelsa Qur'on ochaman deydi, o'qib ketiraman, shu muammoni topgan oyatga kelganda hamishda ekan deb demadi. Subhanalloh. O'sha uchun Qur'on o'qish kerak va Qur'ondan virdi bo'lish kerak. Bilish kerakki, boshqa kitoblar bilan Qur'onning farqi, o'sha kitoblarni yozgan mualliflar bilan Alloh taoloning farqi yo'shida va tabiiyki qiyosida o'zi yo'q. Shundan tushunasizki, Qur'on bu Allohning kalomi, oldimizda o'sha narsaning borligi bizning hayotimizdagi eng buyuk saodat va eng ishonib bo'lmas darajadagi mo'jiza. Odamki shunaqa ekan, odam ana shunday mo'jiza borligini odam tafakkur qilib, mo'min bo'lmagan odam bunga ishona olmaydi-da. Allohning kalomi o'zida turibdimi degan narsa bu dahshatli narsa bu. Va mo'min odam biladiki, Alloh taolo unga shu faslni, shu ne'matni, shu hikmatni berdi. O'sha uchun Qur'on o'qish kerak. Hadis o'qish kerak, chunki hadis vahiy. Vahiy. Undan tashqari o'zining sohasiga oid kitoblarni ko'p o'qish kerak. Doimo men aytaman, kitoblar 4 xil bo'ladi. Birinchisi
odamni ruhiyatini barqarorlikka olib boruvchi vahiy bilan bog'liq bo'lgan kitoblar, din diyonat kitoblari va bu kitoblarni o'qiydi. Nimaga? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo dunyo ishlarida kuchli, mahoratli bo'lib, oxirat ishlarida hech bilimi bo'lmaydigan odamni yomon ko'radi dedilar. O'sha uchunki oxirati uchun tayyorgarlik o'laroq buni biladi. Bu birinchi turdagi kitoblar. Ikkinchi turdagi kitoblar bu odamga umumiy saviya beruvchi kitoblar. Umumiy saviya beruvchi kitoblar, bularni o'qish kerak. Mana ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, boshqa mavzulardagi turli kitoblarni, musulmonlarniki bo'lsin, boshqa din vakillarniki bo'lsin, musulmon odam hikmatni topgan joydan topib ketaveradi. Shuning uchun bularni o'qib, ulardan foydalanadi. Bu ikkinchi turdagi kitoblar. Uchinchi turdagi kitoblar bu badiiy kitoblar. Bularni o'qiydi. Nima uchun? Tasavvurini kuchaytiradi. Odamga bir boshqacha bir nimalar, hissiyotlar, fikrlar, boshqalar beradi. Ijobiy ma'noda she'riyat o'qiydi, boshqa shunga badiiy kitoblar o'qiydi. Ayni qaysidir ma'noda bir hayotdagi biror chekinish bilan qaytish bo'lish uchunda. Va to'rtinchi turdagi kitoblar bu o'zining sohasiga oid kitoblar. Mutaxassislik kitoblar. Mutaxassislik kitoblar o'sha bizda ustozlar qoidasi bor. Hamma narsadan bir asl-asliga nasibing bo'lsin deydi, lekin bir narsadan hamma yo'qni olgin deydi. Ya'ni o'shanga butun diqqating bilan kirishgan deydi. Odam o'zining sohasini mukammal o'rganishga harakat qilish kerak. Shuning uchun sohasida nima kitob yozilsa, qaysi tilda bo'lsa, ayniqsa hozir tarjima boshqalar olsin, odam shuni o'qish kerak Allohga. Insondagi barcha muammo va uning yechimi o'rtasida nima bor? Tabiiyki muammolarning turiga qarab. O'shaning uchun ya'ni qanaqadir bir chiroyli eshitiladigan falsafiy javob bermagan bo'lardi. Muammoning turiga qarab. Lekin 3 ta muhim nuqtani ta'kidlash kerak. Birinchi ta'kidlash kerak bo'lgan muhim nuqta va agar mana shu aytayotganim birinchi nuqtani o'zini agar yaxshilab tadabbur, ta'ammul qilib, faqat shuni mana shu suhbatimizdan biz dinlab turgan odam olsa, men aytamanki, mana shu suhbat o'zining eng mukammal missiyasini bajarib bo'lgan bo'ladi. Mana shu birinchi nuqta, bu eng muhim haqiqat. Mana shu haqiqatni qancha erta tushunasiz, shuncha erta saodat topasiz, baxt topasiz bu dunyoda. Birinchi nuqta shundaki, muammolar, sizning hayotingizda ko'rib turgan muammolar o'zining obyektiv, yaxshi yoki yomon, salbiy yoki ijobiy xususiyatiga ega emas. Bu haqiqat juda ham muhim tushunish. Masalan, odamga aytsangiz, boylik yaxshimi desiz, yaxshi deyish mumkin. Masalan, kasallik yaxshimi desiz, yomon deydi. Masalan, bitta odamga aytsizki, BMW sotib olsang yaxshimi desiz, zo'r deydi-da. Rak bo'lib qolsang yaxshimi desiz, yo'q deydi tabiiyki. 10 to'g'ring bo'lsa yaxshimi desiz, ha deydi. 10 to'g'ring o'lib qolsa desiz, yo'q deydi. Bu ya'ni obyektiv qarashingiz yaxshi, bu yomon masalan. Lekin aslida unaqa emas. Aslida bilingki, biz muammolar deb hayotimizda ko'rayotgan narsalarning yaxshi yoki yomon ekanligini belgilaydigan birgina sifat bu bizning o'sha narsalarga munosabatimiz. Mana bir odam rak bo'lishi mumkin, saraton kasaliga uchrashi mumkin. Shu kasallik sababli u bu dunyoning mazmunini anglab yetib, yana u dunyoda jannat ahlidan bo'lishi mumkin. Bir odam bitta BMW olishi mumkin, o'sha bilan borib avariya bo'lib o'lib ketishi mumkin. Bir odam boylikka uchrashi mumkin, shu boylik sababli tug'yonga ketib fahsh, buzuqlik, zulm, odamlarga ustidan o'zini takabburlik bilan ayolidan, bolalaridan, hammadan ayrilib, xotini unga xiyonat qilgan, bolalari uni yomon ko'rgan bir badbaxt odamga aylanishi mumkin. Bir odam kambag'allik ortidan saodatli hayot kechirib jannat ahlidan bo'lishi mumkin. O'sha uchun narsalarning o'zlari, bu hayotingizdagi narsalar, u boylik bo'lsin, u ilm bo'lsin, hatto u ilm bo'lsin, u chiroyi bo'lsin, u salomatlik bo'lsin, u kasallik bo'lsin, bu narsalarning o'zlari yaxshi yoki yomon bo'lib qolmaydi. Bularni yaxshi yoki yomon qiladigan narsa bu o'sha narsalar sizni Allohga yaqinlashtiradimi yoki sizni Allohdan uzoqlashtiradimi? O'sha narsalar sizni Alloh taoloning diniga boshlaydimi yoki boshlaydimi? Mana shu narsalarning hukmini beradi. Bu birinchi nuqta. Bu birinchi nuqta. Bu nimaga birinchi nuqta muhim? Sababi bu muammolarni, bu asli muammomi yo'qmi degan ya'ni savol orqali boshqatdan ko'rib chiqishga chaqiradi sizni. Bu muammomi yo'qmi o'zi degan. Shuning uchun qanaqadir muammoga uchrab qolsangiz, musulmon odam o'sha muammoga qarashi nima bo'ladi? Musulmon odam doim qarashi alhamdulillah deydi. Alhamdulillah ala kulli hal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar bir narsa xursand bo'lsalar, alhamdulillah robbil alamin dedilar. Bir narsadan xafa bo'lganda bo'lsalar, alhamdulillah ala kulli hal dedilar. Har qanday holat alhamdulillah dedilar. O'shaning uchun va muammolar shunaqa. Ya'ni bu birinchi nuqta. Ya'ni muammoning asl holatini tushunish.
Bu nuqtani biz o'sha islom psixologiyasi uchun men yozayotgan kitobimda musibatlar degan bob qilganman. Shu bobda shu narsani muhokama qilganman. Bizni hayotimizda uchraydigan musibatlar o'zi aslida nimalar bo'ladi? Biz bunga yondashuvimiz qanaqa bo'lishi kerak? Bularning o'lchovlariga qanaqa biz qarashimiz kerak? Shu payg'ambarlarning hayotlarini Qur'onda o'qiydigan bo'lsangiz, nimaga faqat musibatlardan iborat? Sinovlar. Faqat shundan iborat. Birorta payg'ambarning hayotidagi birorta voqea haligi xursand qiladigan voqealar emas. Musibat, sinov. Nimaga? Va hayot o'zi nimadan iborat? Biz musibatlarga uchrab qolsak, unga qanaqa munosabat bildirishimiz kerak? Shunga alohida bir bob ajratdim. O'yladimki, shu kitobning eng muhim bobi bo'lib qoldi dedim. Hozir shu kitob tugatsa inshaalloh. Shunday. Men uni arab tilida yozyapman, lekin o'zbek tilida ham chiqarishga harakat qilaman. Endi bu birinchi nuqta. Muammolar o'zi nima deb uni tushunish. Ikkinchi nuqta, keyin buning oqibati paydo bo'ladigan mening keyingi qadamim nima bo'lishi kerak degan narsani olish. Har safar boshingizga bir muammo, bir narsa tushadigan bo'lsa, nima qilish kerak? Musulmon odam doim ikkita qadam tashlaydi. Shu ikkita musulmonning qanoti bor. Shu ikkala qanotini qimirlatsa uchadi musulmon odam. Birinchi istixora, ikkinchisi istishora. Istixora degani shu muammoning yechimini Alloh taolodan so'rash, Alloh taologa qoldirish. Chunki istixora duosini agar bilsanglar, eshitib ko'rsangiz, Allohumma inni astaghfiruka bi ilmika va astaqdiruka bi qudratika va as'aluka min fadlik. Ma'nosi, bu narsa uchun men sendan yordam so'rayman. Men sening qudrating bilan qudratlanaman va sening fazlingdan so'rayman. Men bilmayman, sen bilasan. Agar shu menga yaxshilik bo'lsa, nasib qilgin, yomonlik bo'lsa, undan so'rashtir. Degan narsani Allohdan so'rash. Ikkinchisi istishara, ikkinchi qanot, ya'ni maslahatlashish. Amruhum shura baynahum dedi Alloh taolo. Ularning ishi o'rtada maslahat bilan bo'ladi dedi musulmonlar haqida Alloh taolo. Maslahatil. Maslahatlasha. Va maslahat nimaga muhim desangiz, bu ajoyib narsa. Bir odamning aqli, hikmati bor-ku. Siz u bilan maslahatlashgan paytingizda tabiiyki shu odam sizga yaxshilik xohlaydigan yaxshi odam bo'lsa, ya'ni sizdan yaxshilikni yashirmasa, u odamning aqli va hikmati sizning qo'lingizda xizmatchi bo'ladi. Bir narsaga qaramoqchisiz, lupa bilan qaraysiz, shu lupingiz uni butun hayotiy tajribasi, aqli, hikmati bo'lib turibdi. Shundan 5 tasini jamlang, ancha-muncha narsani ko'ra olasiz. O'sha uchun musulmon odam maslahatlashadi. O'tiribsan, nima deb o'ylaysan? Va katta-yu kichkina bilan. Men juda hayron qolaman, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavjai tohiralarga onamiz, Oysha onamizga ba'zi munofiqlar va kofirlar tuhmat qilishmoqchi bo'ldi. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qancha sahobalar bilan maslahatlashdi. Shulardan bittasi Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd Rasululloh vafot qilayotgan paytlarida 17 yosh bo'lgan. Bu voqea taxminan 4 yillar oldin bo'lgan desangiz, masalan, Usama ibn Zayd 13 yoshmi bo'lganda taxminan. 13 yoshli boshli bilan 13 yosh bola bilan maslahatlasharsiz, o'z ishlaringizni o'zingizdan o'ylab qo'ying, so'rab qo'ying-da. Mana musulmon odam shunaqa. Katta bilan maslahatlashib ko'radi, kichkina bilan maslahatlashib ko'radi, ayollari bilan maslahatlashadigan bo'lganlar ishlarida. Ayollari ko'p hikmatli maslahatlar, nasihatlar bergan paytlar bo'lgan. Shuning uchun sahobalarga umra qila olmagan yillarida umradan Makka mushriklari musulmonlarni to'sdi. Vaholanki Rasululloh tushlarda ko'rgandilar umra. Payg'ambarlar tushlari vahiy. Umraga kelishgan va arablar tarixida bo'lmagan bir toifa umraga kelib kiramasdan qaytib ketgan. Johiliyat paytida ularda bo'lganda umrani bir ko'rinishlari, tavofni aylanish ular qaytib ketmagan ular. Va Rasululloh aytdilarki, mayli, so'yinglar, qurbonlaringni chiqinglar ihromdan dedilar. Sahobalar qabul qilishmadi buni. Tururdi, turibshatdi. Rasululloh birorta buyruq bersalar, o'sha lahzalarda bajarishardi-da. Unda ular qabul qilishmadi. Shunda Rasululloh xafa bo'lib, ochoqlarga kirdilar. Hozir qalbingizga balo kelib qoladi deb qo'rqaman dedilar. Uni salom olamizdan buyruq beryapman, turishmayapti. Endi sahobalarni tushunish kerakki, ular shok holatda, ular biladiki, vahiy kelgan, biladiki, hozir umra qilinadi. Chunki umra qilinishi aniq vahiy kelgan-ku. Unda keyin yil bo'ldi-da. Lekin bo'ladi bo'lyapti. Qolaversa, ularning tarixida bo'lmagan bu narsa. Umrga kelib qilamiz. Qolaversa, 1400 da hozir o'ylayapti, shu bor kuch bilan qilamiz, kerak bo'lsa biz yaxshi yo'ldamizku, biz yaxshi niyatga keldik-ku deb o'ylayapti. Rasululloh chaqirib kirib shunaqa dedilar. Salom ham aytdiki, siz o'zingiz qurboningizni so'yib chiqing. Kim ular qilishadi dedi. Qarang, subhanalloh. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayollari shunday nasihatni beryaptiki, hayron qolishingiz kerak-da. Ya'ni Alloh taolo Rasulullohga o'sha paytda vahiy yetkazib, shu narsani aytsa, Alloh taolo aytardi. Lekin Alloh taolo xohladiki, Rasulullohning ayollari orqali o'sha nasihatni Rasulullohga yetkazib, keyin mana shu nasihatni bizga asrlar davomida yetkazdi, toki bizda shu narsa bo'lishi uchun. Toki bizda shu narsa bo'lishi uchun. Toki biz masalan, men xotin kishining gapini eshitib o'tirmayman, men ayol kishi bilan maslahatlashmayman emas.
Shunaqa gap bor edi-da, ayol kishi bilan maslahat qilish, shu ishni teskarisini qil degan gap eshitgandim. Bu Ha, gapchi. qarang. Bormi shunaqa gap? Hamki ahmoq odamlarda bor. Rasulullohning yo'llari, lekin bu emas. Keyin maslahatlashdilar va o'sha nasihatni ayollardan eshitib chiqdilar. Shuna sochlarini oldilar, qirdilar. Qurbaylarni so'ydilar, sochlarini qirdilar. Shundan keyin sahobalar sochlarini qiraman deb qonab ketdi, boshlari shoshib, tezroq qilib olish uchun. Hamma shu bilan chiqdi ihromida. Maslahat juda muhim. Demak, birinchi nuqta nima bo'ldi? Muammoniga qarash to'g'ri bo'lishi. Muammoga qarash to'g'ri bo'lishi. Ikkinchisi bu yechim o'laroq maslahatlashish va istixora qilish. Uchinchisi keyin oxirgisi endi o'sha maslahatlashish va istixora oqibatida muammoga to'g'ri qarashning natijasi o'laroq qilinishi kerak deb topilgan, qalbida topilgan narsaniga qadamni hikmat va aql bilan bismillah deb tashlash. Va tashlarkan mana shu qadamni tashlayotgan odamda ikkita muhim sifat bo'lishi kerak. Birinchisi qilayotgan ishini nashot bilan, ya'ni qo'lidan kelgancha yaxshi tomon bilan harakat qilib qilish kerak. Qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar. Shu formulaga har qanaqa muammo qo'ying tushadi inshaalloh. Nashot bilan. Va ikkinchi muhim nuqta, natijani tavakkul qilish kerak, ya'ni Allohga qoldirish kerak. Bilingki, biz natijalardan mas'ul emasmiz. Sababini qilamiz. Go'zal. Pishib, bu natijaga erishaman emas. Biz sabablardan mas'ulmiz. Sabablarni mukammal shaklda bajarish bizning ishimiz. Natija biz Alloh taoloda. Rahmat. Ko'z yosh necha xil bo'ladi? Bu o'ylab ko'rmagan ekanman. Lekin subhanalloh, men o'ylaymanki, agar ko'z yoshni biz odam his qiladigan og'riqning yoki nadomatning yoki quvonch, xursandchilik va muhabbatning natijasi deb oladigan bo'lsak, men aytgan bo'lardimki, u yo ruhmaniy yoki shaytoniy yoki bir insoniy bo'ladi. Rahmaniy degani, ya'ni Alloh taoloning rahmati o'laroq odamga berilgan ma'nosida aytyapman. Rahmaniy deganiki, Rahman bo'lgan zot, Rahim sifati bilan, Rahman sifati bilan bizga rahmat o'laroq bergan shunday ko'z yoshlar bo'ladiki, u sababli yomon ishlardan nadomat qilasiz. Ya'ni shu o'tirib shu ya'ni qalbingizda, chunki xafagaslik shunaqa o'zi odamning qalbida. Xafa bo'lish inson o'laroq bir narsadan xafa bo'lish bu oddiy holat. Yo bir narsadan Alloh uchun xafa bo'lasiz. Bir narsa ba'zida bir narsadan, ya'ni shaytoniy bir narsa bilan xafa bo'ladi odam. Va shuning uchun shunaqa, yoki qo'rquv shunaqa, yoki muhabbat shunaqa. Har bir yo Alloh taoloning rahmati o'laroq bo'ladi. Qanday yaxshi ko'z yosh. Shuning uchun Alloh taolodan qo'rqib ko'zidan yosh chiqqan odamga jannat jahannam harom bo'lishi keldi hadislarda. Subhanalloh. Demak, u ko'z yosh jahannamni sizga harom qilishi mumkin ekan. Qanaqa ko'z yosh? Yoki insoniy bir ko'z yosh bo'ladiki, bu oddiy holat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'illari Ibrohim vafot qildi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. Shunda siz hammi Rasululloh dedi sahobalardan biri. Endi siz ham yig'laysizmi o'g'il bilan, payg'ambar bo'libsizlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ko'zlarimiz yoshlanadi, qalbimiz mahzun bo'ladi, lekin Robbimiz xursand, rozi bo'ladigandan boshqasini aytmaymiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz va hammamiz Allohga qaytamiz. Nimaniki olgan bo'lsa Allohniki, nimaniki bergan bo'lsa ham Allohniki va hamma narsa hisob kitob bilan Alloh taoloning dargohida. O'sha uchun bu narsani tabiiy ko'z yoshligini tushuntirdi sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tabiiy odam ko'z yosh bo'ladi. Ba'zi ko'z yoshlar borki, u ko'z yoshlar ortida turgan og'riqlar yoki muhabbatlar yoki qo'rquvlar, mana bularning ortida kasalliklar turadi. Kasalliklar turadi. Bilasizmi, bir yigit bir qizni yaxshi ko'rib, siqilib, yig'lab, xafa bo'lib yuradi. U bilmaydiki, u hozir uchrayotgan narsaning ortida turgan haligi kasallik bor-ku, u shaytoniy narsa. O'sha kasallikdan qutulgan edi, u maza qilib yashayotgan bo'lardi. Bilardiki, bu ko'z yoshlarga o'zi tushib qolgan vaziyat arzimaydi. Bilardiki, shu vaziyatga uni tushirgan narsa u suhbatimiz boshida boshlaganimiz yomon niyat va yomon qadam unga olib bordi. Shuning uchun mashhur chiroyli gap bor, aytadiki, nimaki o'zining boshida Allohni rozi qilmasa, u oxirida seni rozi qilmaydi deydi. Shuning uchun nimadir Allohni rozi qilmaydigan shaklda boshlagan, endi hozir shunaqa vaziyatda turibdi. Endi u yig'layapti. U ko'z yosh nima ko'z yosh? Ko'z yosh, shu shaytoniy ko'z yosh. Tavba qilib shundan chiqib ketganda maza qilib o'tirgan bo'lardi, hozir ko'k choy ichib masalan. O'shanga yoki ba'zi qo'rquvlar shunaqa. Bir narsadan qo'rqib yig'laydi. Agar shundan o'sha qo'rquvning ortida turgan kasallik qadarga bo'lgan, Alloh taoloning Rahim, Rahman uni qattiq sevishiga bo'lgan muhabbatini idrok qilganda yig'lamasdi.
Qo'rqmasdi. O'sha unga uchragan qo'rquv yoki uchragan vaziyat uni qo'rquvga solmasdi. Ali radhiyallohu anhu nima dedilar? Ikkita kunimdan qaysi biri o'limdan qo'rqay dedilar. Butun kunlarni ikkiga bo'lib olyaptilar hozir. Shu ikkita kundan qaysi birida o'limdan qo'rqay deyaptilar. O'sha kuni o'lim qadar qilingan, taqdir qilingan kunda o'limdan qo'rqaymi? Yoki o'sha kuni o'lim qadar qilinmagan kunda o'limdan qo'rqaymi? Agar o'sha kuni o'lim taqdir qilingan kun bo'lsa, undan qo'rqishdan foyda yo'q, baribir keladi. Agar o'sha kuni o'lim taqdir qilinmagan kun bo'lsa, undan qo'rqishdan foyda yo'q, baribir kelmaydi. U qaysi birida qo'rqaydi? Ya'ni qo'rqishga asos yo'q. Chunki u qadar qilingan baribir keladi, bu qadar qilinmagan baribir kelmaydi. Xuddi shu joyda o'limni olib tashlayingda xohlagan odam qo'rqayotgan muammoni shuni o'rniga qo'ying. Kasod bo'lish qaysi birida qaysi bir kunda qo'rqasiz? Kasod bo'lish qadar qilingan kundami, kasod bo'lish qadar qilinmagan kundami? Kasallik qaysi birida qo'rqasiz? Kasallik qadar qilingan kundami, kasallik qadar qilinmagan kundami? Va har qanaqa holatda ham uni qadar qilgan zot Alloh taoloning insoniyatga bo'lgan muhabbatining darajasini idrok qilib tasavvur qilgan odam ichidan tubidan har bir tanasining zarrasi bilan alhamdulillah degan bo'ladi. Chunki Alloh taolo shunchalik bandani qattiq yaxshi ko'radiki, Alloh taolo o'zining muhabbatini olib, shuni aytiladi, yuzdan birini olib butun insoniyatga, butun borliqqa, butun maxluqlarga bo'lib berdi. Shuning milliardlab trillionlab bo'limlardan bittasi bu siz onangiz sizga bo'lgan muhabbat. Bir hayvonni qiynalib bolasini himoya qilishini ko'ring-da. Bir hayvon videolarini ko'rasizmi? Ana o'sha trillion, kvadrilliondan biri o'sha muhabbat. Qolganini Alloh bizga olib qo'ydi. Va Alloh taolo bandalarni yaxshi ko'radi. Odamlar shunaqa ekan. Nimadan qo'rqadi odam? O'shancha qachonki hayotingizda birorta mahrumlik kelib qolsa, ya'ni hayotingizda biror narsadan quruq qoldingiz. Bir narsa xohlovdingiz, o'xshamay qoldi. Sog'lom edingiz, kasal bo'lib qoldingiz, sog'lomlikdan mahrum bo'ldingiz. Bir odamni yaxshi ko'radi, shu odam vafot qildi yoki sizdan yuz o'girib ketib qoldi, shu odamdan mahrum bo'ldingiz. Sizning og'riqlaringizni juda yaxshi biladigan, shu bilan birgalikda sizni juda ham cheksiz ravishda qattiq yaxshi ko'radigan zot, cheksiz qudratga ega bo'lgan ekan. Nimadan qo'rqasiz? Nimadan tashvishlanasiz? Shuning uchun bu narsaga bo'lgan iymon o'ylaymanki, subhanalloh, odamni o'zgartiradi vallohi. Do'stlar bilan, ya'ni safarda Makka va Madinada yoki Qohirada ahli ilm, olim, o'zingizga o'xshagan insonlar bilan ko'p uchrashuvlarda bo'lasiz. Endi meni qiziqtirayotgan narsa ulardagi fikr. Ya'ni bizda qadr oslagan Islom sivilizatsiya markazi hamda Imom Buxoriy majmuasini qayta bunyod bo'lishi. Qanaqa qabul qilindi? O'zingizda qanaqa taassurotlar bo'ldi bundan keyin? Qay darajada? Bilasizmi, men O'zbekistonga bu safarimda 2 kunga keldim. Faqat 2 kunga keldim va taqdir ekan 3-kunga cho'zilib qoldi. Va 2 kun ichida juda ham ko'p uchrashuvlarim bo'lib qoldi. Shuni hisobiga Islom sivilizatsiya markaziga bora olmadim. Menga nasib bo'lmadi, lekin videolarda ko'p ko'rdim va juda ham borib keldim. Afsuski bu menga nasib qilmadi. Imom Buxoriy rahimahulloh majmualari bu juda go'zal bo'lgan. Men uni ko'rdim. Qurilish jarayonida ko'rdim. Bitib topshirilgan taxminan kunlarida ko'rdim desam ham bo'ladi. Chunki biz Samarqandga bir ish bilan bordik va o'sha kuni prezidentimiz o'sha yerga boradigan kun ekanda, bir kun oldin ekan, shunaqa ekan. Shunga u deyarli chiroyli bir yakuniy holiga yetib kelayotgan payt ekan, biz bir ro'ga o'sha joyda aylangan bo'ldik o'shanda. U men u joyda ko'rdim. Bu juda ham go'zal. Tabiiyki, subhanalloh, juda ham ajoyib narsa qurilgan. Me'morchilikning bir mukammal bir ko'rinishlaridan biri o'laroq qurilgan. Havas qiladigan holat. Islom sivilizatsiya markazini afsuski menga aytgandek ko'rish nasib qilmadi, lekin Qatarda shunaqa bir u yoqda ham Islom sivilizatsiyasi muzeyi bor ekan. Shuni ko'rganimda men o'yladim, o'sha Qatardagi muzeyni aylanib yurarkanman, bizdagi sivilizatsiya markazi ham shunaqa, bundan yaxshiroq edi hatto degan videolarni ko'rdim. Aynan odamlar bilan gaplashgan paytimda bu narsaga har xil joylarda bundan xabar bor odamlar tabiiyki aytadi, munosabat bildiribki, bu qaysidir ma'noda bizni yurtimizda dinga, diyonatga bo'lgan bir yaxshi e'tiborni ko'rsatib beradi. Va bu e'tibor tabiiyki asrlar osha qoladi. Sababi bunaqa binolar shunaqa shaklda qurilgan, 100 yil o'tadi, 200 yil o'tadi. Mana oddiy to'rtburchak qilib boshqa qilib qurilgan ko'p binolar ko'rasiz eskirib buzilib ketaveradi.
Men ko'pincha shu Misrda yurganimda shuni ko'p o'ylayman-da. Qarang deyman, shu hamma tarixiy binolar asrlar oldin qurilgan turibdi deyman. Oldiga hamma eskirib ketgan binolar yaqin orada qurilgan, hammasi eskirib ketgan 30-40 yil oldin deyman. Xuddi shunaqa. Lekin bu masjid inshaalloh bu qoladigan binolar turkumidan. Chunki yaxshi, chiroyli, mukammal holda qurilgan va inshaalloh yaxshi niyat bilan, yaxshi bir maqsadlarda qurilgan va men umid qilaman va o'ylaymanki, mana shu binolarning qurilishi va mana shu Imom Buxoriyga bo'lgan mana bu e'tibor, umuman islom madaniyati va dini va saqofatiga bo'lgan e'tibor biz o'zimizda ham, bizdan yosh avlodda ham, yoshlarda ham mas'uliyat paydo qiladiki, mana endi biz o'rganishimiz kerak. Biz bu qurilishda to'g'ridan-to'g'ri qatnashmadik, lekin shu bilan birgalikda bizni vatanimizda shunaqa narsalar qurildi. Biz endi yoshlar o'laroq mana Imom Buxoriyning majmuasini mukammal qilib qurilishi, bunaqa go'zal qilib qurilishi bizda Imom Buxoriyning kitoblarini o'qishga mas'uliyat paydo qiladi. Chunki masalan Imom Buxoriyning majmuasi zo'r birda qurildi deb bir yosh yigit aytgandan keyin o'zimizda savol paydo bo'ladi. Imom Buxoriyning hadislarini o'qiganmisan degan. Bu majmuaning qurilishi ham islom sivilizatsiyasi markazining qurilishi ham yoshlarda yana ham dinni madaniyatini, saqofatini, islom ulamolarining tarix kitoblarini, islom ulamolarining bu fiqh kitoblarini, hadis, tafsir kitoblarini va boshqa dunyoviy sohalarda yozilgan kitoblarni, tibbiyotga oid, astronomiyaga oid boshqa kitoblarni o'qishga bo'lgan mas'uliyatni paydo qiladi. Bu mas'uliyat tabiiyki men o'ylaymanki bizda o'sha 3-renessans deyilgani, ya'ni bir boshqa bir saqofatga, ilmga, yaxshi niyatga va yaxshilikka asoslangan bir jamiyatni va yoshlarning boshqa bir boshqalardan ajrab turadigan saqofatli bir mukammal bir xalqning bo'lagi bo'lgan bir avlodini paydo qilishga men umid qilamanki, bir turtki bo'ladi, undoq bo'ladi, allohu a'lam. Inshaalloh, rahmat. 30 savol loyihasi bugungi suhbatdoshimiz Mahmud Usmon domlamiz bo'ldilar. Ustoz, vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. O'ylaymanki, bu bizni ko'ruvchilarga foydali, manfaatli bo'ladi. Bu dunyo hamda inshaalloh u dunyolarga ham ozgina bo'lsa ham loaqal bir kishiga ta'sir qilsak ham biz o'zimiz maqsadimizni, oliy maqsadimizga erishdik deb o'ylayman. 33 marta nur va quyosh Qur'oni Karimda keltirilgan. Uning uchqunlari esa Inoyatillo Andijoniy bilan 33 savol loyihasida.